Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Zuhriddin Gaming kanali do'stlar. Bugungi videomizda 1145 ni qanaqa foydali tomonlari bor, qanaqa minus tomonlari bor, sizga qanaqa vaziyatlarda foyda beradi, qanaqa vaziyatlarda minusga ishlaydi, yaqin 4 daqiqa ichida sizga shu haqida to'liqroq ma'lumotlarni beraman. Siz esa videomizga bir donagina ayamasdan like'ingizni bosib qo'ying. Videoni ko'p cho'zib o'tirmasdan videoni sirasi boshlaymiz. Videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'ying albatta, chunki yaqin kunlarning ichida 3000 ta bo'lamiz. 3000 taga ozgina qolgan, lekin bizlarning maqsadimiz 3000 ta emas, 10000 taga harakat qilyapmiz. Qilayotgan mehnatlarimizni qadrlagan holda bir donagina ayamasdan obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki yaqin kunlarning ichida 10000 ta bo'lamiz. Bu videolarni chiqarishimdan maqsadim sizlarga oz bo'lsa ham foydali video bo'lishini xohlayman va qanaqangi aruzalar, qanaqangi o'rinlarga beradi, qanaqangi vaziyatlarda ish beradi. Shu haqida to'liqroq ma'lumotlarni beraman. Hali YouTube platformasida bunaqangi kanal yo'q. Biz o'zimizning kontentimizni boshladik. Keyingi videolarda qanaqangi aruza haqida video chiqaray, birinchi bo'lib kommentariyada yozib ketishni unutmang. Har safar o'yin kirganingizda, o'yinni boshlashdan oldin 5-10 daqiqa ushbu poligonda mashq qilishni tavsiya beraman, chunki o'yiningizni sezilarli darajada o'zgarishiga yordam bera oladi. Endi esa qurolimiz haqidagi ma'lumotlarga o'tamiz. Ko'pchilik PUBG Mobile'da UMP45 deydi, ko'pchilik UMP45 deydi. Aslida qurolimizning nomlanishi Universal Machete pistoleti 45 ASP deb ataladi. Qurolimiz TSMG oilasiga mansub bo'lib, avtomat pistolet hisoblanadi. Qurolimizning o'q hajmi esa 25 ta bo'lak kengaytirilgan taqdirda 35 taga kuchayadi. O'yin davomida asosiy ishlarni bajaradigan yoki asosiy vazifalarni qiladigan qurollar hisoblanadi. Agarda qurolingiz yaxshi uron bera olmasa, raqibingizni yo'q qila olmaysiz. Agarda yaxshigina uron bera olsa, uronga ega bo'lib, tezligi ham yuqori bo'lsa, raqibingizni osonchilik bilan yiqitishingiz mumkin. Xususan, UMP'miz ham yaqin va o'rta masofali aruza bo'lib, yaqin masofaga juda ham kuchli uronga ega bo'ladi. Hozir men sizlarga uron haqida ma'lumotlarni beraman. Birlik kaska va birlik jiletda turgan holatda boshdan otganingizda 51 uron beradi va belida otganingizda 30 uronga bera oladi. Ikkilik kaska va ikkilik jiletda turgan holatda boshdan otganingizda 44 uron beradi va belida otganingizda 25 uron bera oladi. Uchlik kaska va uchlik jiletda turgan holatingizda boshdan otganingizda 33 uron beradi va belida otganingizda 19 uron bera oladi. Ko'pchilik klassik matchlarda shunaqangi aruzalardan foydalanadi, ya'ni SMG, Uzi, UMP shunaqa aruzalardan. UMP'imiz yaqin masofali bo'lganligi uchun ko'pchilik shunaqa aruzalardan foydalanadi va yaqin masofaga juda ham o'qi tez boradi. Yaqin masofali bo'lganligi uchun yaqin masofada juda ham klashlarga udobni va harakat qilishingizga xalaqit bermayotgan aruza. Sizga ma'lumotlarim yoqdi degan umiddaman. Agarda keyingi videolarni ko'rishni xohlasangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda to'liqroq ma'lumotlarni berishga harakat qilib ko'raman. Bugungi videomiz 4 daqiqa degandim, 3 daqiqa bo'lib qoldi. Xato va kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib ketish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.